Assalomu alaykum, hurmatli bozor bobda obunachilar, YouTube kuzatuvchi aka opasining qadrlanadi. Hurmatli obunachilar, hafta kuniga Xudo xolasa seshanba manzilimiz Andijon shahri Xon viloyati Qoldorjo'ja bozorida, Buqa bozorida sizlar uchun Xudo xolasa hafta sanamiz 5-may sanasiga Xudo xolasa boshladi akalar. Sizlardan bir donadan like tugmachasini bosib berasiz akalar. Boshladi. 31 million so'm narx aytilyapti bu buqamizga. O'ylan ko'rib turibsizlar akalar, mana. $687 kiloga 65 ming so'mdan baraka bo'pti bunisi. 5 kilo skitkasi bilan. Mashallah. Buqani buqasi. 66.605 kiloga baraka o'qishi buqamiz. $67.000'dan 450 kilosiga baraka o'qishimiz. 251 kiloga. Nasıl 67.000'dan 630 kiloga baraka bo'lib shu navosimiz akalar. Mana bu qolay kilolari. 75 million so'm narx aytilyapti bunisiga akalar. Derovni aka. 65 mingdan 481 kilo ketdi. 481 kilo 65 ming so'mdan baraka. Ha? 480. Akalar savdo bo'lyapti. Baraka bo'ldi, oz bilamiz akalar narxni oladi. Akalar 540 kilo 66 mingdan baraka o'tishini olasiz. Mana 66 mingdan 542 kilo. Baraka bo'ldi akalar mana. 68 mingdan 420 kilosiga baraka o'tishini olasiz akalar. 657 kilo 66 mingdan baraka o'tdi. Haligini sherga 8 kilo skitkasi bilan ikkitasi. Ishlab oladi. Kiloga ne? 657 kiloga ne? Baraka o'tsa akalar. Mana kilo ketdi. 569 kiloga 68 ming so'mdan baraka o'tishunisi. Akalar. Necha puldan baraka o'tdi aka? Necha kilo ketdi? Ana akalar. Bunisi ham narxi sherga 666 mingdan savdo baraka bo'lganlar. Ikkitasi 8 kilo skitkasi bilan qo'ygan. Nomiga buqamiz. Akalar. Mana. Tarozini olib ko'rsatib beramiz akalar, xudo xolasa. Men chaqirib kelaymi? Bu